Katta hajmdagi binolarni sovutishda VRF tizimlarini tanlashlikka 3 ta sabab. Birinchisi, agar sizni binoyingiz ko'pgina xonalardan yoki ofislardan iborat bo'ladigan bo'lsa, VRF tizimi har bir xonangizni alohida sovutishga yoki isitishga sizga katta yordam beradi. Bu bo'lsa elektr energiyani 30% gacha tejab beradi. Ikkinchi sabab, VRF tizimi bitta agregat yordamida juda ham ko'plab xonalarni sovutish imkoniyatini beradi. Bu bo'lsa agregatga siz katta joy sarflamaysiz. Uchinchi sabab, VRF tizimi orqali turli xil ichki bloklardan foydalangan holatda xonangizni yoki ofislarni siz sovutishingiz mumkin bo'ladi. Bu bo'lsa har bir xonangizni yoki har bir ofisingizni alohida dizayn qilishga imkon yaratadi. Misol uchun, VRF tizimlarini siz kanal konditsionerlarga, kasseta konditsionerlarga yoki ikki tomonlama sovutadigan kasseta konditsionerlarga, shuningdek pol ustida turadigan konditsionerlarga ham ulagan holatda xonalarni sovutishingiz mumkin bo'ladi. Hattoki split turidagi konditsionerlar ham mavjud. Bu bo'lsa har bir xonani alohida dizayn qilishga sizga katta yordam beradi. Eng muhimi, VRF tizimlarini masofadan turib boshqarish imkoniyatiga ega bo'lgan tizimlardan bittasi hisoblanadi. Agar sizga VRF tizimlari kerak bo'ladigan bo'lsa, Akfa savdo markaziga tashrif buyursangiz, mutaxassislarimiz sizga loyihalaringizni hisob-kitob qilib berishadi. Akfa savdo markazida sizlarni kutamiz.